Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshimisiz? Demak, siz kutgan videoni mana ko'rmoqdasiz do'stlar. Hammaga rahmat. Shuncha o'tsiflarni, shuncha menga bildirilgan fikrlarni, savollarni ko'rdim. Hozir bir chetdan hammasiga javob beramiz. Xudo xolasa, like va kommentlaringizga rozi bo'lasiz. Chunki shu narsani qilmasak bo'lmasdi. Ko'proq odamlarga yetib borishi uchun faqat bu yerda manfaat like va kommentda emas edi, ya'ni ko'proq odamlar ko'rishligi uchun edi do'stlar. Shu narsani to'g'ri tushunamiz. Ismimni tanishtirib o'taman. Ismim Yo'ldoshbek, familiyam Yo'ldoshev. Finlight akademiyasi asoschisi va rahbariman. Buxgalterman do'stlar, tadbirkorman. Tejamkor Rejim outsourcing kompaniyamiz bor va hozirgi kunda ishlab kelmoqdamiz. O'zbekistonda xizmat qilyapmiz do'stlar. Ya'ni tadbirkorchiligimizni qilyapmiz. Hammaga manfaatli bo'lishi uchun bitta nizom haqida aytib o'taman do'stlar. O'zbekiston Respublikasining professional va oliy ta'lim tashkilotlari ta'lim olishi uchun yo'naltiriladigan mablag'larga jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha imtiyozni qo'llash nizomi bor do'stlar. O'sha nizomni ham tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. O'sha yerda aniq qilib yozilgan do'stlar, ya'ni bu yerda jismoniy shaxslarni o'sha qaytarib olishlik bo'yicha savollar ham kelgan va savollarga javob berish, ya'ni savollarga javob berish tartibida buni ham tushuntirib ketaman sizlarga. Eshitamiz? Demak, savollarni o'qishdan boshlaymiz. Siz yuborgan savollar do'stlar. Assalomu alaykum. Ta'lim krediti olib, kontrakt to'layman, shuni ham 12% ni qaytarib olsam bo'ladimi? Shu savolga javob mana bu yerda yozilgan, ya'ni jismoniy shaxsga tijorat banklari tomonidan berilgan ta'lim kreditlari mana do'stlar, foizlari bilan aynan o'sha narsani siz bemalol qaytarib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda imkoniyati bor, faqat sharti bor do'stlar. O'sha bank bilan o'rtangizdagi shartnomani taqdim qilishingiz kerak va undan tashqari e'tibor bering do'stlar. Qilishingiz kerak bo'lgan bitta ish bor. Siz ofitsialniy ishda ishlagan davlatga 12% daromad solig'i to'lagan bo'lishingiz kerak. Masalan, tasavvur qiling. 100 million so'm ish haqi olgansiz siz va 100 million so'mga 12% 12 million daromad solig'i to'lagansiz. Siz o'shani qaytarib olsangiz bo'ladi. Ko'pchiligimiz oramizda shunaqa savol bor. Men ishlamasam ham qaytarib olsam bo'ladimi? Unda kontrakt pulini qayerdan to'ladingiz? Qaysi daromadingizdan to'ladingiz degan ma'no kelib chiqadi do'stlar. Shuning uchun uni qaytarib ola olmaysiz. Ya'ni savollar orasida shunaqa savollar ham bor. Men hech qanday daromad solig'i to'lamayman. Oilamizda hech kim ishlamaydi. Hamma Rossiyada ishlaydi. Biz to'lay olamizmi? Yo'q, to'lash imkoniyati yo'q do'stlar. Ya'ni kontraktingizni qaytarib ola olmaysiz sizlar. Agar qaytarib olish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib video qilib, xudo xolasa sizlarga aytib beramiz. Keyin yana bitta savol kelgan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men 12% kontrakt summasini qaytarish uchun ariza bergandim. 1,26 million so'm tasdiqlanibdi. 25-dekabrda tashlab berganmiz deyapti. Lekin plastikga tushmadi. Demak, sizni katta ehtimol bilan o'sha plastik raqam va tranzit raqami bor, bilasiz, bankniki va bankning infosi bor. O'sha yerda xatolik ketgan va haqiqatda havongiz o'zingiz ham aytgansiz, havoda turib qoldimni pulim. Qaysidir joyda turib qoldi haqiqatda. Xato o'tib ketdi va haqiqatda qaysidir Moliya vazirligini boshqaradigan qaysidir bir shotlarda qolib ketdi pulingiz. Endi nima qilishingiz kerak siz? Endi qiladigan vazifangiz birinchi bo'lib o'sha nimani oling, ya'ni siz yuborgan vaqtingizdagi hujjatni oling, o'sha tranzit raqam, plastik raqam, qaysi raqamlarni yozgandingiz. Bankka murojaat qiling, mana shuni yozgandim men deb. Agar xato deydigan bo'lsa, keyin o'sha yerda ariza qoldirish imkoniyati bo'lsa, shurda qoldiring yoki soliqqa boring. Va Moliya vazirligiga ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi, o'zi to'g'ri. Va o'sha xato yozganligingiz uchun keyin o'tkazib berishga harakat qilasiz. Endi ozgina vaqt cho'ziladi, lekin o'tkazib berishi kerak. Bizda ham bir marta bo'lgan, bir 300 qanchadir summa, lekin biz to'g'risi rozi bo'lib yuborganmiz. Uni harakati ko'proq edi shuning uchun. Ya'ni havoda qolib ketgan bizning bir 300 ming so'mmi shunaqa pulimiz qolib ketgandi o'sha payt. Xo'p, yana savol. Ipoteka kreditini 12% ni qaytarib olsa bo'ladimi? Soliqdan subsidiyasiz ipoteka krediti. Yo'q, ipoteka kreditini hozir men bu yerda to'g'risi ayta olmayman. Biz kontrakt pul haqida gaplashyapmiz. O'sha kontrakt puli, ipoteka kredit haqida ham bitta video tayyorlab beraman. Xudo xolasa u haqida ham qilib beraman. Uning ham imkoniyati bo'lishi kerak do'stlar. Sababi biz hisobot topshirayotgan paytimizda ko'rgandik, o'sha joyini qilish imkoniyati borligini ko'rgandik. Lekin aynan biz hozir 12% kontrakt pul haqida gaplashyapmiz.
Izohlarda savollaringizni qoldirsangiz bo'ladi ipoteka krediti bo'yicha va unga ham javob beramiz xudo xolasa do'stlar. Xo'p, yana savollar orasida mana bor ekan, YouTubedan kelgan do'stlar. Assalomu alaykum, men kontraktning 12% ni qaytarib olish uchun onlayn ariza topshirmoqchiman, lekin davlat tarbiyachi bu ishlar imtiyoz turini tanlang deb 378 dan chiqib turibdi, uni ko'rsam bo'ladimi? Savolingiz tushunarli yoki men tushunmadim. Qisqasi, ha, o'sha 378-modda 16-bandga asosan soliq kodeksida belgilangan, ya'ni kontrakt pulini o'sha 12% ni qaytarishlik bo'yicha do'stlar. Demak, bu yerda e'tibor beradigan joyi o'zining, e'tibor bering do'stlar, farzandlarining yoki erining, xotinining o'qishi uchun to'langanda soliq chegirmasi jismoniy shaxs ta'lim oluvchiga, ota-onalariga, uning ota-onalariga deyapti. Ya'ni o'zining farzandlarining yoki erining, xotinining ota-onalariga, shuningdek, agar o'qish uchun to'lov ta'lim oluvchi 26 yoshga to'lgunga qadar amalga oshirgan bo'lsa, xotiniga, eriga bo'ladi ekan do'stlar. 26 yoshga to'lgunga qadar bo'lar ekan do'stlar. Qisqasi, bir gap bilan aytganda, bitta video tayyorladim sizlar uchun. Savollaringiz bo'lsa yana izohlarda qoldirasiz. YouTube ga joylaymiz bu videoni xudo xolasa va hamma joylarda bu videolarimizni tarqatamiz keyin sizlarga manfaatli bo'lishi uchun. Faqat sizlar ham mana shu videolarni barchaga yuboring, aynan studentlarga. Sababi manfaatli bo'lgan, amaliy tarzda men video tayyorlaganman sizlar uchun. Hozir video davomida ko'rasiz. Hamma jarayonlarini qildim. Faqat bu videolarimiz 4-5 kun davomida olindi. Sababi shuncha vaqt ketdi. Telefon qildik, soliq inspeksiyaga telefon qildik, bog'landik, uni ishi bor ekan. Keyinroq telefon qildim, u bo'ldi, bu bo'ldi. Qisqasi hal qildik do'stlar. Va hozirgi vaqtda pul tushmoqda, hali tushgani yo'q. Bir 15 kun nima berdi? 15 kun ichida tushadi deb aytishdi. Endi faqat kutyapmiz. Agar tushadigan bo'lsa, men u narsani endi bu YouTube ga qo'ya olmasam ham, balkim qo'yishim ham mumkin, ko'ramiz. Keyingi videolarimizga qo'shib tushgan pulni ko'rsatib sizlarga. Lekin aniq joyini aytaman, keyingi videolarda qo'shib yuboramiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'sha o'zlarimizning sahifalar orqali sizlarga istoriya orqali e'lon qilamiz xudo xolasa. Bo'lmasa, amaliy ko'rsatishni boshlayman. Faqat oxirigacha ko'ring do'stlar. O'zingizning savollaringizni qoldiring. Rahmat hammaga. Bizga obuna bo'ling, eng asosiysi. Bizni qo'llab-quvvatlang do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Videoni davomida ko'ramiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, sizlar bilan birgalikda 12% lik kontrakt pulini qaytarib olishni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, qanday bo'lishini sizlarga ko'rsatib beraman. Hammaga manfaatli bo'lishi uchun amaliy tarzda qilmoqchiman. Hamma hujjatlarni sizga ko'rsatgan holatda. Demak, bizga kerak bo'ladi birinchi bo'lib, aynan 12% kontrakt pulini nega qaytarib olamiz o'zi? Birinchi shuni ko'rib chiqamiz. Siz demak jismoniy shaxssiz, siz bir joyda ishlaysiz, qaysidir bir joyda ishlaysiz va siz daromad soliq to'layapsiz. Faqat ofitsial ishlaysiz. Daromad soliq to'layapsiz. Deylik 5 million so'm pul oylik yoziladigan bo'lsa, 600 ming so'm, ya'ni 12% 600 ming so'm bo'ladi. O'shani siz davlatga to'lab beryapsiz. Qolgan 4 million 400 ming so'm esa sizning plastikingizga tushadi. O'sha narsa bo'yicha 378-moddada yozilgan aynan 16-bandini qaraydigan bo'lsak, mana ko'rsatib qo'ydim sizlarga. Professional va oliy ta'lim tashkiloti ta'lim olishi uchun ta'lim olish o'zining, e'tibor bering do'stlar, o'zining farzandlarining, shuningdek 26 yoshga to'lmagan erining, xotinining ta'lim olishi. Mana shu joyga e'tiborli bo'lamiz. Shuni 12% ni siz bemalol qaytarib olsangiz bo'ladi do'stlar. 12% ni qaytarib olsangiz bo'ladi. Demak, bu narsadan belgilangan joyini ko'rdik. Xo'p. Endi bizda naqd pul borib to'laydigan variantimiz bor. O'sha naqd pul to'laganda mana bunday chek beradi. Bankka borib to'laysiz. Mana shunday chekni olsangiz bo'ladi do'stlar. Xo'p, chekni ham ko'rdik. Endi qayerdan topshiramiz? O'sha eri kaliti bo'ladi. Bu men ko'rsatib turgan shaxs dadasi daromad soliq to'laydi. O'zi 26 yoshga to'lmagan o'g'il va uni o'qishda o'qityapti, dadasi o'qityapti. Demak, dadasini 12% ni qaytarib olsak bo'ladi. Dadasi ofitsial joyda ishlagan, xususiy korxonada ishlagan o'zi ham. Davlat ishida ishlash shart emas. Xususiy korxonami, faqat o'sha daromad soliq to'lagan bo'lsa bo'ldi do'stlar. O'sha insonning nomidan topshiramiz arizani. Jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlar to'g'risida deklaratsiya topshirasiz, birinchi bo'lib, birinchi qadam. Va shu yerda ariza topshirishimiz kerak. Ma'lumotlarni to'ldiramiz. Deylik, bugungi sanani yozamiz bu yerga. Bugun 23-yanvar sanasi. Hamma joylarni ko'rsatib chiqasiz. Mahallalari bor, boshqasi bu yerga telefon raqamini yozasiz.
Masalan, hozir men topshiryapman, mana o'zimning raqamimni yozib qo'ysam ham bo'ladi do'stlar. Mana bu yerga jami yillik deklaratsiya belgilanadi va hisobot turiga qayta hisobot. Chunki qayta hisobot yuboryapmiz do'stlar. 2023-yilnikini yuboryapmiz. Faqat 3 yilnikini ola bilasiz. 23, 24, 25. Sizda cheklari bo'lsa, bemalol qilsangiz bo'ladi do'stlar. Va yillik. Albatta bizda ixtiyoriy topshiryapmiz. Chunki deklaratsiyalarning ixtiyoriy varianti bor, majburiy varianti bor. Biz ixtiyoriy deklaratsiya topshiryapmiz. Mana birinchi etapi bo'ldi do'stlar. Mana to'ldirib chiqdik. Mana shunday tartibda to'ldiriladi do'stlar. May 3 soliq uzdan kiramiz do'stlar. E'tibor bering. May 3 soliq uzdan kirib, o'sha jismoniy shaxsni eri kaliti orqali kirib, mana shu joyni to'ldirar ekanmiz do'stlar. Saqlash tugmasini bosamiz. Mana birinchi joyi tugadi do'stlar. Va asosiy bo'lmagan ish joyidan olingan daromadlarni to'ldiramiz va bu yerda o'sha korxonadan olingan joyi va ish joyi, asosiy ish joyi, ishlagan davri va hisoblangan daromad summasi hammasi to'ldiriladi. Va bu yerga bitta fayl yuklab qo'ysangiz bo'ladi o'sha ish haqini qancha oylik olganini o'sha nimadan olib fayli bor. O'sha MyGovdan kiradigan bo'lsangiz ham u yerdan ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha joydan yuklab, mana shunga yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Va o'sha fayl orqali saqlash tugmachasi bo'ladi. Mana bu yerga saqlash tugmachasini bosasiz keyin. Keyin u pastdan chiqadi, ya'ni soliq imtiyozlari degan joy bor. Mana shu joyini ham to'ldirishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Bu yerda soliq solinmaydigan 378 daromad, keyin oliy ta'lim, mana bu yerga talabani nimasi kiritiladi? Pinfili, ya'ni JSHR kiritiladi do'stlar. Va avtomat o'zi ma'lumotni olib beradi u o'zi. Mana olib berdi bizga. Mana bu yerga shartnoma raqami kiritilishi kerak. Shartnomasi mana bor bizda. Raqami mana yuqorida turadi. O'sha shartnomasini albatta siz kiritishingiz kerak bo'ladi. Men mana shartnoma raqamini ham kiritdim. O'zi oldin kiritganligim uchun u avtomat kirityapti va sanasi 13-sana, ya'ni shartnoma sanasi 13.09.2023 do'stlar. Va bu yerga to'lagan summamizni yozamiz. Mana 46.171 va 46.171. Endi ko'pchilik aytadi, shartnoma summasidagi raqamni yozish kerak. Endi bizga ozgina skidka bergan, sababi o'zi qonunchilikda belgilangan. Shuning uchun o'zi umuman narxi mana bunaqa 51.300. Hamma pulni oldindan to'laganligimiz uchun, shuning uchun skidka bo'lgan. Ya'ni chegirma bo'lgan. Shuning uchun biz to'lagan summamizni yozyapmiz do'stlar. Ha deb yozamiz to'lagan summamizni va faylni yuklaymiz endi. Faylimiz mana 2023. Bo'ldi, yuklandi. Endi deklaratsiyani saqlash tugmachasini bosamiz. Deklaratsiyani saqlash tugmachasini bosganimizdan keyin, mana bu joy to'ldirilmay qolibdi. Mana fakultet nomini ham to'ldirib qo'ydik. Uni ham shartnomadan olasiz do'stlar. Fakultet nomi mana. Ta'lim yo'nalishi. Ana endi biz saqlash tugmachasini bosamiz. Deklaratsiyani saqlash. Deklaratsiya saqlandi. Mana ko'rib turganingizdek, jami daromadning umumiy summasi chiqdi. Soliq solinadigan baza 9.600.000, byudjetga 9.520.000 so'm va shaxsiy javhar poyi 80.000 so'm to'langan. Shunda bizda 5.400 mana minusda chiqyapti, ko'rdingizmi do'stlar? Ya'ni 5.494.349 so'm bizga endi xudo xolasa plastikimizga tashlab beradi o'sha summani. Mana to'g'ri chiqdi. Soliq organi tomonidan mana bu joy to'ldirilar ekan. Bo'ldi, jo'natish tugmachasini bosamiz. Ma'lumotlar muvaffaqiyatli yuklandi va jo'natildi do'stlar. Eng asosiy joyi bizga mana telefon raqamimga o'sha yuqorida kiritdik-ku telefon raqami. Yozyapti mana sizning 2023-yilda olgan daromadingiz to'g'risida taqdim etilgan daromad to'g'risidagi deklaratsiyangiz qabul qilindi. Va endi deklaratsiyani topshirdik. Endi biz bu narsani qabul qilgan yoki yo'qligini biz Davlat soliq inspeksiyasiga o'sha chiqayotganga aloqaga chiqamizda hozir qabul qilishini so'raymiz mana. Nomeri bor menda. Telefon qilyapman. Faqat siz ham o'zingizni o'sha Urganch tumani inspeksiyasi bo'lsa, o'shanga telefon qilishingiz kerak. Urganch shaharmi yoki o'zingizning tumaningiz, Kitob va boshqa o'zingiz telefon qilishingiz kerak. Masalan, Buxoro viloyatida bor, Ramitan va boshqa. Shu joylarga e'tiborli bo'lasiz, do'stlar. Masalan, Yakkasaroymi Toshkentda yoki Chilonzor tuman soliq inspeksiyasimi. Hozir ajdaniya tushyapti do'stlar. Endi hozir telefon qilishini kutamiz va o'shani men deklaratsiyani topshirib qo'ydim, shuni qabul qilib yuboring desak, keyin qabul qiladi. Mana bunda mana yangi yuborilgan bo'lib turibdi, ko'rdingizmi? O'sha keyin qabul qilindi bo'lib o'zgaradi. Keyin qabul qilindi bo'lib o'zgargandan keyin
Yana biz keyingi jarayonga o'tamiz, ya'ni MySoliq.uz saytiga kiramiz va o'sha yerdan qaytarishga beramiz. Hozir uni ham ko'rsataman, video davomida ko'rasiz. Do'stlar, endi qabul qilishdi. Hozir telefon qildim va nihoyat qabul qilishdi. O'sha sizni soliq inspeksiyangiz bilan bog'liq bo'lgan narsa bu. Siz soliq inspeksiyangiz bilan aloqa qilib, mana shu narsani mana qabul qilingan holatga keltirishingiz kerak. Ana keyin mana shu ilovadan chiqmasdan turib siz xizmatlar bo'limidan jismoniy shaxslarga ortiqcha to'langan soliqlarni summalarini qaytarish tugmachasi orqali kiramiz. Mana kirdik va mana shunda o'ynacha chiqadi sizda va arizani rasmiylashtiramiz. Arizani Xorazm viloyati Urganch tumani ma'lumotlar kiritildi. Bu yerga albatta telefon raqam va o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni kiritib yuborasiz, sababi sizga telefon kelishi mumkin. Endi soliq turiga keladigan bo'lsak, mana o'zi yozib qo'yibdi. Soliq deklaratsiyasini topshirgandan keyin imtiyozlar kontrakt to'lovini qaytarish bo'yicha degan mana summasi chiqyapti, to'liq summasi. Va bu yerda ortiqcha to'langan soliq summasi vujudga kelgan sababini yozamiz. Sababi mana shu o'zi bo'ladi. Ya'ni deklaratsiya asosida degan ma'noni kiritsak ham bo'ladi. 2023-yil deklaratsiya asosida deb qo'yamiz. Shu deklaratsiya asosida vujudga keldi. Ortiqcha to'langan summani boshqa soliq turiga o'tkazish yo'q. Biz o'zimizga qaytarib olmoqchimiz. Do'stlar, demak plastik raqamni, tranzit hisob raqami, bank infosini kiritamiz. Mana men kiritib bo'ldim. Keyin boshqa soliq turiga o'tkaziladigan summa degan, boshqa soliq turiga o'tkaziladigan summani ham to'ldirdik. O'sha qaytariladigan summani yozasiz bu yerga. Masalan, men to'liqligicha yozdim. Mana bu yerdan kopiya qilib oldim. Mana bunda o'zi sariq bilan ruxsat etilgan summani ko'rsatib qo'yibdi do'stlar. Va to'liqligicha olyapmiz va bu yerga avtomat o'zi to'ldiradi. Siz yozuv shaklida o'zi to'ldiradi. Keyin arizadan ko'rsatilgan ma'lumotlar ishonchliga va to'liq tasdiqlayman degan mana shu yerga imzo qo'yasiz, ya'ni galochkani qo'yasiz. Ana yuborish tugmachasini bosasiz. Hamma joyini to'ldirdim do'stlar, to'liqligicha. Mana bu obyekt kodi shart emas, telefon nomer hammasi to'ldirildi. Va endi yuboramiz do'stlar. Yuborish tugmachasi bosiladi. Muvaffaqiyatli yuborildi va biz muvaffaqiyatli yubordik. Yuborilgan arizalarga o'tamiz. Mana yangi jo'natilgan bo'lib turibdi do'stlar. Bugungi holatimizga ko'ra. Endi bu yerda xudo xolasa mana ma'lumotlarni to'liqligicha to'ldirdik. Endi xudo xolasa bizga tashlab berishlari kerak o'sha plastik raqamga. Va pul tushsa, endi men bu videoda ayta olmasligim mumkin, lekin ijtimoiy tarmoqlarda buni e'lon qilaman. Albatta, meni kuzatishda davom eting. Shunaqa gaplar. Mana bu faylni ham bemalol o'zingizga saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ijrochi kim yozib qo'yibdi do'stlar. Masalan, soliq organi Xorazm viloyati Urganch tumani mas'ul shaxs Kazakov Sherzod Abdullayevich ekan. Demak, bu boshqa. Menda telefon nomeri yo'q endi bu insonning. Endi men bu inson bilan telefon qilib, qachon tashlab berishi, boshqasi hammasini gaplashsam bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni chunki jo'natdim o'zimning nomimdan do'stlar. Bemalol telefon qilib gaplashsangiz bo'ladi. Faqat o'zingizni tumaningizdagi yoki shahringizdagi inspeksiyangiz bilan bitadigan ish. Hech qanaqa muammo yo'q. Shu tartibda qilasiz. Eng asosiy joylarini aytaman. Qo'shimcha qiladigan joylarimiz bor. Faqat ishlagan bo'lishi kerak do'stlar. Ishlamagan bo'lsa o'zi avtomat chiqarmaydi bu yerda. O'sha dadangiz siz uchun olsa bo'ladi. Dadangiz davlat ishida ishlashi mumkin yoki faqat o'sha 12% daromad solig'ini to'laydi ishlagan bo'lsa bo'ldi do'stlar. Boshqa nimasi yo'q. O'sha davrda ishlagan bo'lishi kerak. Masalan, 2023-yilni olyapsizmi? 2023-yil da ishlagan bo'lishi kerak. 2025da ishlagan bo'lsa, u o'tmaydi. Shu joyga e'tiborli bo'lamiz do'stlar. Rahmat, sog' salomat. Xudo xolasa bundan da manfaatli videolarni siz bilan ulashib boramiz. Rahmat.